soatga qarab qoldim, nechiligini ko'rish uchun. Ko'rdimki, işte soatni ham ko'rib bilmadim. Nechiligini ham bilganim yo'q. Ko'zdan ayirib qo'yganimizni bizani qo'ldan ayirib qo'ygandek bo'ldi. Ozgina yig'lay keldi, odam yig'lasi keldi. Noshukur ekanmiz. Agar bir kun bo'lgandan keyin mana yig'lab olsa kerak. O'sha dunyodan uzilgansiz, o'ziz bilan o'ziz fikr almashaygansiz. Ko'rlar oldimda keldi-da, mana shu ko'zi ojizlar, nogironlar, rahmim keldi-da ularga. Bizlar farqimiz yo'q. Agar ko'zimiz yo'q bo'lsa, bizlar farqimiz bir xil. Hozir ham bir xil ekanmiz-da. Ozgina yig'lay keldi, odam yig'lasi keldi. Noshukur ekanmiz. Boshida birinchilardan bo'lganim sababli bilmadim. Sirazi o'sha ko'zdan ayirib qo'yganimizni bizani qo'ldan ayirib qo'ygandek bo'ldi. O'ziga savol berish boshlaydi. O'zim nima aniq qolsan o'zi? Sen misol ko'zing ochiqligida, tiling borligida nima qolsan, nima harakat qolsan? O'z maqsading nima edi? Maqsading misol odamlarni yoningdagilarga yoqishmi yoki o'zing maqsadingga erishishmi? Boshida yarim soat, 1 soat menga unchalik bilinmadi. Vaqt o'tgandan keyin, 1 soat o'tgandan keyin bilmasdan soatga qarab qoldim. O'zim privichka bo'lib qolgan. Soatga qarab qoldim, nechiligini ko'rish uchun. Ko'rdimki, işte soatni ham ko'rib bilmadim. Nechiligini ham bilganim yo'q. Keyin o'zimga savol berishni boshladim. O'zi işte ko'chaga chiqsam, qayerga borib bilaman? Qanaqadir manzilga yetib bilamanmi yoki taksi chaqirib taksini topib bilamanmi deb. İşte bu mashqdan yoki bu qanaqadir topshiriqdan işte o'zimizga bor narsaga yoki bor narsani shukr qilishni o'rgandim. Ko'zlar ko'rib topacham bor dedi. Boshida menga shovqin faqat esimga keldi. Noshukurmiz va juda ko'p ne'matlar berilganligi, buni bilmasligimiz, yana deyishimiz shu menga foydasi tekkan narsa tafakkur. His qila olmadim to'g'risi hech narsani. Ko'proq vaqt bajarsa qanaqadir natija beradi. Gapirganimni aytib o'tadigan bo'lsak, birinchisi bilinmay qilindi, ikkinchisi savol berildi menga. Savolga javob berdim. O'zi 2 marta turib jazolangandan keyin tushundim, o'zi qanaqa bo'lgan taqdirda ham gapirish kerak emas. Fikr bir joyga jamlandi, atrof muhit shovqin yo'q bo'lgandan keyin xayol faqat bitta joyda bo'ldi va bu fikrlarni jamlashga, reja tuzishga osonroq bo'ldi. Ba'zida odamlardan uzoqroqda, shovqinlardan uzoqroqda fikrni jamlashga yaxshi yechim deb o'ylayman. 2 soat ishlamas qilmadim. O'yinga o'tdi. Hech nimani o'ylamadim ham, bilmadim. Endi nima bo'ldi? Telefon bo'lyapti dedingiz-ku, o'shanda o'sha his qilishni boshladim. Ko'zim ko'rganda men telefonimni olib, "Allo" deb javob berardim. Ko'zim ko'rmayapti, men hech kimga shu javob bera olmayman. O'sha qanaqadir yaroqsiz ahvolga tushib qolganimni his qildim. Agar bir kun bo'lgandan keyin mana yig'lab olsa kerak. Boshida nima qilayotganimni bilmadim. Har xil fikrlar keldi. Fikrlarni kontrol qiladigan odatim bor. O'shani kontrol qilib o'tirdim. Fikrim kelmay qoldi. Nima qilishni ham bilmadim. Yotib oldim, daryoda joy qilib o'zimni komfort qilib oldim. Zikrlar qilish boshlanib ketib qoldi. Menga yoqdi. Menga juda ham yoqdi. Ruhiy holatim bilan o'zim bilan qoldim. O'qiydigan narsalarim bor edi. Qo'lim bilan sanab o'qidim. Ko'z bilan ko'rayotganda aql ishlab turadi-da, ko'z yopilganda внутренний holatingizni ko'ra olar ekansiz. Men o'sha koinotlarga chiqib, qancha narsalar ko'rib tashladim. Maskalarni yechamiz. O'zi 2 soatdan oshib, почти 3 soat turdingizlar. O'zi aslida bu eksperimentni kun davomida qilinishi kerak. Ertalabdan kechgacha 1 sutka bo'lsa, vaqti zo'r. Har bitta qilayotgan ishlaringiz hammasi ko'z yopilgan holatda bo'lishi kerak. Ya'ni men uyda qilib turaman o'zim. 2 oyda, 1 oyda bir uyda
ko'zim mana shu dam olish kunlari shanba yakshanba kunlari qanaqadir ertalab turaman, ko'zimni yopaman, завтрак, obed, ужин hammasi ko'z yopilgan holatda bo'ladi. Bu sizlar ko'p narsaga yordam beradi. Men shaxsan o'zimga ko'p narsaga o'zim bilan o'zim qolish imkoniyati bo'ladi menda har doim. 2 soatdan oshiqroq sal normalga. O'zi vaqtida kam hozir 3 soat qilganimiz, lekin aslida 2 soatdan oshiq уже sekin ashunlar kelishni boshlaydi har xil hissiyotlar. 2 soatgacha как o'yin sifatida o'tadi bu. Endi informatsiya qabul qilganda kamera, telefonning kamerasi qancha ko'p syomka qilsa, shuncha xotira to'lish boshlaydi, to'g'rimi? Xotira deydigan bo'lsak, kamerani ishlatmasa, значит xotira to'lmaydi. Mana bu holatda biz tirik vaqtimizni tam mana shu holatda hozir sizlar qabul qilayotganda operativniy pamyat ham ishlayapti sizlarda. Operativniy pamyat qanchadir miqdorda mana bu общий pamyatni ham zayd qilib turadi har doim. Yana bunga qo'shimcha ravishda nima qilamiz? Telefonga reels ko'ramiz. Reels ko'rgandan keyin bu yoqdan ko'z, quloq, keyin miyada u ko'rgan reelsingizni atrofga ketadi-da, qanaqadir dopamin olishni boshlaymiz. Endi hozirgi holat 3 soat davomida miyada minimal darajada minimallashtirdik mana qabul qilayotgan informatsiyani qisqartirdik hamma narsani. Asosiy ko'zdan bo'ladigan ko'z yopildi. Gapirish ham уже yo'q, absolut ko'z bilan gapirish atkaz bo'lgandan keyin faqat eshitish, quloqlar qoladi faqat. Endi quloqni yopishni bizda imkoniyati yo'q. O'sha uchun nima qildik? Asosiy informatsiya oqimini kamaytirdik. Qisqartirganimizning hisobida nima bo'ladi? Miyada tartibli harakatlar boshlanadi o'zi. Tartib boshlanadi. Chunki informatsiya kelib turdi oldin, daryodan suv kelib turdi, suv o'zini yo'nalish bilan ketadi. Endi daryodagi suvni qisqartirdik juda ham, tomchilatib qo'ydik. Endi nima bo'ldi? Bu yerda o'zi tartib boshlanadi. Endi kimdadir. U bu yerda muddat asosiy rol o'ynaydi. Hozir sizlarda 3 soatga 240 mi, 250 minut davomida yopib turgan bo'lsak, 3 soat davomida deylik. Aslida o'zi 2 va 3 soatlarda boshlanadi hissiyotlar o'zi aslida. Endi bizda vaqt chegaralanganligi uchun shu endi bu holatda kimdir yaxshi hissiyotlarni oldi, o'ziga kerakli, kimdir endi kirishayotgan vaqti bo'lgan. Kimdadir 2 soatdan keyin diskomfort, shuni yechib tashlagisi kelaveradi, qachon tugaydi degan narsa keladi. Xo'p, ikkinchisidan o'zi biz alhamdulillah musulmonligimiz uchun ham sizlarda o'sha yolg'iz qolib zikrat u narsalar bilan o'sha uchun ham yengil o'tgan taraflari bor. Endi mani o'zimda asosiy kun bo'yi qilganimizda mana o'zim birinchi olgan informatsiyam endi ular nimalardan tashqari, diniy tomondan tashqari birinchi informatsiya men vaqtim bo'yicha muammoim konkretni bor edi. Vaqt bo'yicha menda muammo bor edi. Men chunki vaqtni ertalab boshlanib, qachon kech bo'lib qolganini sezmay qolardim. Даже bir hafta qanday o'tib ketganini sezmay qolardim. Birinchi mana shu ispitaniya qilgandan keyin shunchalik ko'p vaqtimiz borligini уже сразу подсознание qabul qildi, ko'p ekan vaqting. Chunki ertalab boshlangan bo'lsak, u ancha o'tirdik, keyin obedga chaqirishdi, obedga chiqdik, obed qilgandan keyin yana dalshi davom etdi, keyin shu bilan u qachon ujum bo'lganini anaqa kutib qoldik, demoqchi bo'lganim, vaqt dastlabki vaqtimiz bor ekan har narsa ulgurish uchun. Menda birinchi konkretniy men his qilganim shu vaqt bo'lgan menda. Chunki oldin o'zimga vaqt bilan konkret muammo, ham Instagramda vaqtim o'tgan, grafikni oldida vaqtim o'tgan boshqa qilgan, keyin shu bilan shunchalik vaqtimiz borligini anglaganman. Bunda har kim har xil, kimdir shukronalik bildiradi, ko'zni ko'rayotganligi uchun, kimdir keyingi yana bitta nimamiz, bu eng asosiysi o'z bilan o'zingiz qolish. Ya'ni o'zingiz qolish. Endi mana bu hozirgi ko'rib turgan, yashayotgan dunyomizda o'z bilan o'z qolish juda ham qiyin. Bu uchun nima qiladi? Bu milliarderlarda bor bu holat. Har bitta milliarderni ko'radigan bo'lsak, milliarderlar haftada bir kun ular har doim yolg'iz qolishadi. Oilasidan ham, qarindoshdan telefon, ijtimoiy tarmoq haftada bir kun har doim yolg'iz qolishadi ular. Yolg'iz qolish qanaqa? Bitta o'zi yo tabiatga chiqish mumkin, yo qanaqadir gastritsaga bitta xonaga kirish mumkin, boshqa. Telefon yo'q, boshqa yo'q, hammasi umuman yolg'iz qoladi. Telefon ishlatmaydi, hech kim bilan gaplashmaydi. Даже bu birov bilan muloqot ham mumkin emasda. Yolg'iz qolgandan keyin aksariyat holatda bu erkaklar uchun yaxshi. Chunki ayollarda unchalik emas, chunki ayollar har doim muloqot qilish kerak, lekin erkaklar uchun yolg'iz qolish juda ham foydali. Buni qilib ko'ringlar o'zlaringiz ham. Haftada bir shart emas, sizlarga bir oyda, bir 2 oyda bir marta
hamma narsadan yolg'iz qolishlaringizga. Bu nima degani? Mashinangiz bo'lsa, mashinani minasiz, tam bitta palatkani olasizda, tabiatga borib, o'sha yerda baliq tutishingiz mumkin, o'tirib. Hech kim yo'q joyda, absolyutni hech kim bilan gaplashmaslik kerak. Begona odam bilan ham emas. Telefonga aytasiz, uydagilarga, "Men korоче bir kun bezovta qilmaysizlar, 24 soat yolg'iz qolinglar." Mana shu holatda siz o'zingiz bilan o'zingiz qolasiz. Endi mana shuni tezlashtirish maqsadida ko'z bog'lash mumkin. Men uyda qilib turaman dedim. Absolyutni уже miyada tartibsizlik boshlanadi, shum paydo bo'ladi o'zi. Hamma narsani уже o'ylash boshlagan payti nima qilaman? Ertalab turaman, bitta maskani taqaman, уже bolalar ham biladi, dadam boshladi уже deydi. Shu holat ertalabdan boshlab kechqurungacha. Ovqatlanish ham, ibodat qilish ham hammasi ko'z bog'langan holatda bo'ladi. O'shanda yolg'iz qola olasizda, ya'ni effektivroq. Chem bir kun, 2 kun yoki bir joyga ketgandan ko'ra eng yaxshi, oson varianti shu, yolg'iz qolishni.